Allah subhanahu va taoloning o'ziga qandoq muomala qiladiganligidan ansirganlar Allohning yaratgan mahluqotlarga qandoq muomala qilganligiga qarab baqsin. Yaxshilik mangulik baxt saodatning dasmoyisi. Musulmon kishilar bilan bo'lgan munosabati apuchanligi, sexiyligi va rahimdilligi bilan boshqalardan farqlanib turadi. Alloh apuchandir. Apu qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Marhamatlik va rahimdildir. Rahimdil bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Rahimdil bo'lmaganlarga rahimdillik qilinmaydi. Janobi Alloh sana ihson qilgandek, senmi insonlarga ihson qilgin deb buyurgan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalommu din qarindishing uchirganda tabassum bilan salom qilishga o'xshash oddiy bir yaxshilik bo'lsa-mu to'van ko'rib, qo'ldan berib qo'yma deb yaxshilikka da'vat qiladi degan. Ahvol bundaq ekan, biz yaxshilikni tanlab emas, izlab so'rab qilib, solih kishilar qatoridan o'rin olaylik. Ayni vaqtda hamma odam bir-birini to'niydigan. Kichik bir yezida hech kim yaxshi ko'rmaydigan. Bakmu gunohkor bir odam bor ekan. Yezidikilar bu odamni qat'iy yaxshi ko'rmaydi ekan. Butun yezidikilar mush sababdan bu odamdan ado juda bo'pti. Bu odamning hayotlikda faqat birla ayoli bo'lib, ular ayol ikkisi yolg'iz holda yashaydi ekan. Heliq odam bir kuni tuyuqsiz vafot bo'pti. Ayoli qayg'urgan holda bu odamni dafn qilish uchun yezidikilarga xabar qilib yordam so'rabdi. Ammo yezidiki kishilar bu odamni faqat yaxshi ko'rmaganligi uchun mundoq debdi. Hayot vaqtida bir qatim masjidga kelmagan edi. Eng yaxshisi bizni bu ishga aralashtirmagan singlim. Yiroq bir yerga o'zing dafn qilib deb ayolning talabini rad qildi. Ayol chorasiz yig'ilgan holda yo'ldishining jinozasini o'zi yolg'iz yezining sirtidagi bir tog'ning ustiga olib chiqibdi. U yerda qo'ylarni o'tlatayotgan bir padichi ayolni bu holda ko'rib, ayolga yordam qilib, shu hamon bir mozor qazib, u odamni dafn qilibdi va qo'llarini ichib duo qilibdi. Ayol bo'lsa, padichiga rahmat aytib, uyiga qaytibdi. Ads atigan yezidiki kishilardan biri tushida bu gunohkor odamning jannatda katta bir saroy ichida turganligini ko'ribdi va hayronlikda yezining imomining qishiq kelib ko'rgan tushini aytibdi. Imom bu tushni o'ziningmi ko'rganligini aytib, bu ishning ichida bir ish bor deb o'ylab, ahvolni bilish uchun u erning ayolining yeniga beribdi va ahvolni aytib mundoq debdi. Biz tushimizda yo'ldishingizni katta bir qasrning ichida ko'rdik. Bu odam bu qadar katta ne'matga erishgudek nima ish qilgan edi deb so'rabdi. Ayol mundoq debdi. Bilmayman. Men faqat jinozani ko'tarib taqib chiqqan edim. U yerda bir padichi menga yordam qildi. Yo'ldishimni uning bilan birlikda dafn qildik, debdi. Yezidagi odamlar bu ishga alohida qiziqib, u padichi avliyolardan bir avliyo bo'lish kerak, deyishibdi va ayol aytib bergan o'ringa berib padichini tepibdi. Padichi bilan salom soat qilishgandan keyin kelish maqsadini aytibdi. Tunigun sang dafn qilishing uchun sang bir jinoza olib kelinibdi. Sen uni qandoq ko'mding? Uni ko'mganda nima deding? deb so'rabdi. Padichi: Men nimish hayron bo'lganinglarni tushunmadim. Men bir bilimsiz odam. Men faqat bir o'rek olib, u odamni ichiga qo'yib ko'mib qo'ydim xolos, debdi. Undaqda bu jarayonda bir anas demidingmi? debdi yezidikilar. Padichi bo'lsa, aniq esimda yo'q. Ammo faqatli qo'llarimni ichib, ey Allohim, men tog'da qo'ylarimni o'tlatayotganda sening qo'llaring menga keladi. Men ularni Allohning mehmonlari deb bilaman va kelganlarni sening roziliqing uchun ularni izzat ikrom bilan mehmondorchilik qilib kutib olaman. Hozir men sana bir mehmonni avatiman. Uni kechirgin dedim, debdi. Ular ahvoldan shuni bildiki, bu ishning hikmati bo'lsa, padichining duosi va sexiyligidandir. Padichining bu marhamatidan marhamatlik bo'lgan Alloh uningga necha aslab javob qaytargan edi. Hayotlik shundaqdir. Ba'zida yillarcha tirishchanlik ko'rsatsan, ammo ro'yobga chiqmaydi. Bir nonni ikkiga bilisanda, dal shu vaqtda tuyuqsiz ro'yobga chiqib qoladi. Yana ba'zida bir cho'milini suvdan chiqarib qo'yganingga yoki bir itga suv berib qo'yganingga mumkin bo'lmagan ishlarmi mumkin bo'lib qoladi. Bir ishni qat'iy mumkin emas dema. Bütün mumkin bo'lmaydigan ishlar
aslida mumkin qiladigan Allohning bir bo'l deyishiga bog'liqdir. Yetarki sen talab qil. Marhamatlik bo'lgin. Mehribon bo'lgin. Sexiy bo'lgin. Xohlasang padichi bo'l. Xohlasang sulton bo'l. Yetarki nafsingni ko'ydirib kul bo'l, Allohga qaytib qul bo'l.